Amir Temur o'rta asrning davlat arbobi, buyuk sarkarda, qo'mondon, markazlashgan davlat asoschisi hisoblanadi. Amir Temur 1336-yili 9-aprelda Kesh, ya'ni Shahrisabz yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi Amir Muhammad Tarag'ay turk avlodining barloslaridan bo'lib, Chig'atoy ulusining taniqli beklaridan biri bo'lgan. Mavaraunnahrning bosh amiri Qozog'on Amir Temurning qobiliyatlarini ko'rib, shu yiliyoq unga nevarasi O'ljay Turkan og'ani nigohlab beradi. Ushbu nigoh sharofati bilan Qozog'onning nabirasi Husayn va Amir Temurlarning ittifoqi yuzaga keladi. Bu ittifoq Mo'g'ullarga qarshi kurashda qo'l keladi. 1256-yilda Amir Temurning ikki o'g'li dunyoga keladi: Jahongir va Umarshayx Mirzo. Amir Temurning asosiy vazifasi parchalangan davlatga bardosh berish va alohida yerlarni bir davlatga birlashtirishdan iborat bo'lgan. Mazkur davlatning poytaxti qilib esa Samarqand belgilangan. Samarqand o'sha davrda ilmu fan va madaniyat markaziga aylangan. U ko'plab harbiy yurishlar olib borgan va o'z davrining eng qudratli sarkardalaridan biri sifatida tanilgan. Uning strategiyasi, harbiy mahorati hanuzgacha o'rganiladi. Amir Temur davlatni Temur tuzuklari asosida boshqargan. U adolatli intizom va qonun ustuvorligiga katta e'tibor bergan. Amir Temur 1405-yilda Xitoyga yurishi paytida O'tror shahrida vafot qiladi. Amir Temurning qabri Samarqand shahrida Go'ri Amir maqbarasi ichida joylashgan. Amir Temur buyuk sarkarda, kuchli davlat arbobi va tarixda o'chmas iz qoldirgan shaxs.